Arzon chorvani obunachilar bunaqa shvedlar originallarni qo'yib qo'ydim. Originallarda 11 million narx bo'lsa. 11 million so'mdan. Bittadan like bosib turasizlar. Xudo xolisa narx tushiradi. Videoda orqali ko'rib tursangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Arzon chorvani ashaddiy obunachilar akalar, xudo xolisa mana original shvedlar, rossiyskiy porodalardan olaman deb yurgan obunachilarimizga xudo xolisa narxi arzonlardan Dilshod akam olib kelib qo'ygan. Namangan To'raqo'rg'on saroyida 2026-yil 15-iyun haftani chorshanba kunidan video syomkalarimiz olinyapti. Hammaning chorvasiga Alloh barakasini bersin. Assalomu alaykum. Dilshod aka, maza yaxshimi? Allohga. Siz bugunga necha bosh aka? Bugunga 11 bosh aka. 11 bosh. Hammasi novvoz shikili aka? Hammasi novvoz aka. Hammasi novvoz. Bo'ylari nechidan nechigacha? Sinalariga 80 dan 95 gacha olishadi. Bo'ldi, bir qator ko'rsataylik. Chaykalamada ikkita sementalli originallari bor ekan, xudo xolasa. Yosh oyliklarni aytib o'tib ketasiz. Yosh oyliklariga 3,5 4 oylik ketadi. Yeb ichishlari bir hafta yanada aka. Aka qonidan o'zi bilib turibdi aka. Xudo xolasa, narxini necha pulga berasiz? Mashadan boshlaymiz, xudo xolasa. Akalar mana shvedni ko'ringlar, xudo xolasa. Kalla boshlari oq quloq vaqtim chiqdi, zo'rdan ekan. Xudo xolasa akalar, original shved ekan. Orqa boshlari ham, korobkalari ham, zo'r variantidan. Bo'ylari 1 metr kelaversa kerak a? 1 metr kelaveradi. 1 metr kelaveradi. Ha, yosh oyliklari? Yosh oyliklarga 4 oylik. Yosh oyliklar 4 oylik, xudo xolasa. Kalla boshlari uzunliklariga. Sen o'zi ko'rib baho berishaveradi. Bo'ldi, narxini aytingchi. 12,5 berishga ketdi vodiy bo'ylab. Bor aka, mana 12 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Xudo xolasa yebishlarga buniki ham bir hafta garantiyasi bor. Xudo xolasa aka, jupini qo'yib berasizmi bularni? Keyingisiga optim qo'yib beramiz aka. Optim qo'yib berasizmi? 1. Ikkinchisi. 5-inchisi. Mana 4, 3, 6-inchisi. Arg'amchiga tushmagan aka. 7-inchisiga shved taqiq orqa ko'rib kelar, zo'r aka. Mashina o'zini dashadigan hech pulga berasiz. Mashina o'ziga qiziqqan obunachilarimizga. O'zini tartibli odamga 11,5 ga berar aka. 11,5 million so'mga bir aka. Kela mana 11,5 million so'mga qayda beradi? Arzon chorvada beradi. Estonodan xudo xolasa Angusqa gibrid. Qop-qoradan so'ragan obunachilarimizga. Sementalga gibrididan kela mana. Nechinchisi bo'ldi aka? 11-inchisimi? 11-inchisiga ham xudo xolasa semental ekan. Bittadan like deb bosib turasiz. Tanlab olsa aka 12 dan tanlab olishaveradi. 12 milliondan shunday sug'urg'onlarni olib ketishaveradi. Sug'ursa bo'ldi, 12 dan ketishaveradi. Mana uni ham? Yo, buni o'zi 12,5 million qo'yildi. Bo'ldi, Mashaydan Mashaygacha ekan obunachilar. Ha, shu 11 tasini xohlaganlaringni 12 million so'mdan tanlab olasizlar. O'zingiz chiqarib beradigan bo'lsangiz, mana ikkala maydani ayting. Sementallarda 11 million 200 ga ham chiqarib. 11 million 200 ming so'mdan. 11 million 200. Hashakani pulida olib ketdi akalar. Xudo xolasa optim olsa 11,5 dan ketdi. 11,5 million so'mdan bor aka akalar. Mana 11,5 million so'mdan vodiy bo'ylab tog'dagi ham dastlabkasi bor. Tog'dagi ham dastlabki bormi? Kelishilgan holda xudo xolasa. Puli kam odamlar bor. Ikkita qilib ham narxini aytib ketaylik aka. Ana shu birinchisidan boshlab akalarimiz hammani olmaydigan obunachilar ham bor-da. 10 kishi bitta olsa ham beramiz. 10 kishi bitta bo'lib olsa. Endi to'liq videoda aytib ketaveraylik. Bo'ldi, mana shu ikkalasini qo'yib beramizmi? Yo, ikkalasini narxini necha pulga berasiz? Ikkalasini olsa 21 millionga. 10,5 million so'mdan. Bo'ldi akalar, bo'ylari xudo xolasa 90 kilo uradi. Mana ikkinchisiga. Xudo xolasa akalar, aloqaga chiqib, like-larni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa deshatiga bugunga tugadi. Bo'ldi, tugadi. Bugunga xudo xolasa hammaning chorvasiga Alloh barakasini bersin deya biz videolarimiz tugadi.